Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi kotyolimiz dastlabki janardan kelib qoldi, xudo xolasa. Bu kotyolimiz o'ysalanga bo'ldi. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qilchanoqdamiz do'stlar. Polni 4 teklisdan bo'ldi. Eshiklar ham shivillerdan bo'ldi mana. Mahkam tankovskiy deb aytamiz bu eshiklarni. Komplektida meyalar hamma bor. O'ysalangda reshtamina bo'ldi bu. Ukasining aptaginchi usta ekan. Xudo xolasa yaxshi kunlarni bersin. Mana do'stlar, shunday kotyollarga buyurtmalar qabul qilamiz. Zakoloklar ham как положено qo'yilgan mana. Aststoyniklari bilan 250 kvadratga massajlan 3 metr xonasi bor. 40-45 kilo ko'mir oladi bunkerni. Xudo xolasa. Mana do'stlar, endi kotyollarga buyurtmalar qabul qilaveramiz. Universal kotyol pastdan yuqoridan yanaveradi. Gazga ham yanaveradi polni.